pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar va ota-onasining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlar hozir aytadigan ma'lumotlarim siz uchun juda muhim. Chunki pensiya masalasida kichkina xato ham odamni bir necha oy ovora qilishi, ayrim hollarda esa har oy olishi mumkin bo'lgan pulini kamaytirib qo'yishi mumkin. Bugun men sizga yangicha pensiya hisoblashdagi o'zgarishlar, hujjatlarni tayyorlashda e'tibor beriladigan jihatlar, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Agar siz pensiya, nafaqa, staj, ish haqi, elektron baza va hujjatlar bo'yicha adashib qolishni istamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumotlar sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya masalasida odamlar duch keladigan asosiy muammoni ko'rib kelaman. Eng katta muammo shuki, ko'pchilik pensiyani faqat yoshga yetganda borib rasmiylashtiriladigan oddiy to'lov deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya bu bir nechta muhim omillardan tuziladi. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq to'lovlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, elektron bazadagi ma'lumotlar, imtiyozli davrlar. Bolaga qarash davri, harbiy xizmat, o'qish davri va ayrim kasblar bo'yicha alohida shartlar. Oldin pensiya tayinlashda asosiy e'tibor qog'oz hujjatlarga qaratilgan edi. Odam mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini olib borardi. Agar daftarchada muhr bo'lsa, yozuv aniq bo'lsa, ish beruvchi mavjud bo'lsa, masala nisbatan oson hal bo'lardi. Ammo ko'p tashkilotlar tugatilgan, arxivga topshirilmagan, muhrlar noaniq, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar yo'qolgan bo'lsa, odam yillar davomida ishlaganini isbotlashga majbur bo'lardi. Hozir esa jarayon asta-sekin elektronlashyapti. Bu yaxshi tomoni bilan ham. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomoni bilan ham muhim. Yaxshi tomoni shuki, davlat organlari o'zaro ma'lumot almashish kuchaymoqda, ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Ariza berish jarayonlari soddalashmoqda. Lekin xavfli tomoni shundaki, agar sizning ish stajingiz elektron bazada noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, biror ish joyingiz umuman chiqmasa, ish haqi ma'lumotlari kiritilmagan bo'lsa yoki pasport ma'lumotlari almashgani sababli bazalarda chalkashlik bo'lsa, pensiya tayinlashda savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun yangicha pensiya tartibida eng muhim narsa faqat yoshga yetishni kutish emas, balki oldindan tekshirish, solishtirish va hujjatlarni tayyorlab qo'yishdir. Yana bir muhim jihat bor. Pensiya masalasida hamma bir xil oladi degan tushuncha noto'g'ri. Ikki odam bir xil yoshda pensiyaga chiqishi mumkin, lekin biri 25 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Biri yuqori ish haqi olgan va to'lovlari to'liq o'tgan, ikkinchisi esa yillar davomida konvertda oylik olgan bo'lishi mumkin. Natijada pensiya miqdori sezilarli farq qiladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya yoshiga yaqinlashgan odam o'z hayotidagi barcha mehnat davrlarini birma-bir hisoblab chiqishi kerak. Asosiy qism bir nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olsin, kimlar xotirjam bo'lsin. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya uchun eng muhim tushuncha bu staj. Staj deganda faqat men ishlaganman degan gap emas, balki bu rasmiy tasdiqlangan, hujjatda yoki elektron tizimda ko'rsatilgan mehnat davri tushuniladi. Masalan, siz 1995 yildan 2005 yilgacha bozorda savdo qilgan bo'lsangiz, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, to'lov qilmagan bo'lsangiz, bu davrni oddiygina men ishlaganman deb pensiya stajiga qo'shib bo'lmaydi. Aksincha, siz kichik oylik bilan bo'lsa ham rasmiy ishda ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizda yozuv bo'lsa yoki elektron ma'lumot mavjud bo'lsa, bu davr hisobga olinishi mumkin. Kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerak, men buni aniq qilib aytaman. Birinchidan, pensiya yoshiga 5 yil qolganlar. Chunki aynan shu davrda hujjatlarni tekshirish, yetishmayotgan ma'lumotlarni topish, arxivga murojaat qilish, ish joylari tugatilgan bo'lsa, ularning hujjatlari qayerdaligini aniqlash kerak. Agar siz buni pensiyaga chiqadigan oyda boshlasangiz, vaqt yo'qotasiz. Ikkinchidan, 1990-yillar va 2000-yillarning boshida ko'p ish joyini almashtirganlar xavotir olishi kerak. Chunki aynan o'sha davrda korxonalar ko'p qayta tashkil bo'lgan, yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlari ba'zan tartibsiz saqlangan, mehnat daftarchasida qabul qilindi deb yozilgan, lekin bo'shatildi degan yozuv yo'q bo'lishi mumkin. Yoki korxona muhri noto'g'ri bosilgan bo'lishi mumkin. Bunday kichik ko'rinadigan kamchiliklar pensiya tayinlashda katta savolga aylanadi.
Uchinchidan, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam 25 yil qurilishda ishlagan, har kuni mehnat qilgan, oilasini boqqan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Bu insonning mehnat hayotda haqiqiy, lekin pensiya hisobida hujjatsiz davr muammo bo'ladi. Shuning uchun hozir ishlayotganlar ham buni eshitib qo'ysin. Bugun norasmiy oylik olayotgan bo'lsangiz, ertaga pensiyangizga ta'sir qiladi. To'rtinchidan, ayollar orasida bolalar tarbiyasi sababli ishda tanaffus qilganlar alohida e'tibor berish kerak. Ayrim davrlar qonunchilikda stajga qo'shilishi mumkin, lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, ishga kirish va chiqish davrlari, tegishli hujjatlar tartibli bo'lishi zarur. Masalan, ayol 1922 yildan 1992 yilgacha ishlagan. Keyin 2 farzand ko'rgan. Keyin 1998 yilda yana ishga kirgan. Bu yerda bolaga qarash davri qanday hisoblanadi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari bormi? Familiya almashgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi bormi? Bularning hammasi tekshiriladi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz uzoq yillar bitta rasmiy tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz toza va aniq yuritilgan bo'lsa, oxirgi yillarda ish haqi va to'lovlaringiz elektron tizimlarda aks etgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizda muammo kamroq bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Men hatto 30 yil bitta joyda ishlagan odamda ham xatolik chiqqanini ko'rganman. Familiyada bitta harf noto'g'ri yozilgan. Tug'ilgan sana bir hujjatda boshqacha ko'rsatilgan yoki korxona nomi almashganda daftarchaga to'liq qayd kiritilmagan. Keling, bir nechta hayotiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 6 yoshga yaqinlashgan erkak kishi 1995 yildan 1999 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2000 yildan 2010 yilgacha xususiy firmada, 2011 yildan 2024 yilgacha esa yana boshqa korxonada ishlagan. Qog'ozda qaralsa, u 35 yildan ortiq ishlagan. Lekin pensiya hujjatini tekshirganda 2010 yillardagi xususiy firma yopilgan. Ish haqi ma'lumotlari arxivida yo'q. Mehnat daftarchasidagi muhr esa juda noaniq. Natijada shu 10 yilni isbotlash uchun arxiv, soliq organlari, sobiq rahbarlar buyruqlar nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Agar u buni oldindan boshlasa, muammoni hal qilish imkoniyati ko'proq. Agar oxirgi kunda bo'lsa, pensiya tayinlanishi cho'zilishi mumkin. Ikkinchi misol. Ayol kishi 25 yil rasmiy ishlagan, lekin turmushga chiqqanda familiyasi o'zgargan, keyin ajrashganda yana eski familiyasiga qaytgan. Mehnat daftarchasining bir qismida bir familiya, diplomda boshqa familiya, pasportda 3-holat bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumotlar juda muhim. Aks holda tizim bu hujjatlar bir odamga tegishlimi degan savol qo'yadi. Uchinchi misol, fuqaro 20 yil davomida yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. U o'zini men 20 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Ammo pensiya uchun faqat ro'yxatdan o'tganlik emas, balki belgilangan to'lovlar o'z vaqtida qilinmaganligi ham muhim bo'lishi mumkin. Agar ba'zi yillarda faoliyat to'xtatilgan, to'lov qilinmagan yoki qarzdorlik bo'lgan bo'lsa, staj hisobida savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun tadbirkorlar albatta soliq organlaridagi shaxsiy ma'lumotlarini tekshirish kerak. To'rtinchi misol, odam chet elda ishlagan. Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda bir necha yil mehnat qilgan bo'lishi mumkin. Bu davr pensiyaga qanday ta'sir qiladi? Davlatlar o'rtasida kelishuv bormi? Rasmiy mehnat shartnomasi bo'lganmi? Sug'urta to'lovlari qilinganmi? Bular alohida tekshiriladi. Ko'pchilik chet elda 8 yil ishladim, demak stajga qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin hujjat bo'lmasa, rasmiy tasdiq bo'lmasa, bu davrni kiritish oson bo'lmaydi. Endi eng ko'p uchraydigan tuzoqlarni aytaman. Birinchi tuzoq, mehnat daftarchasiga haddan tashqari ishonish. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi har bir yozuv to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish buyrug'i raqami, sanasi, lavozim, tashkilot nomi, bo'shatish asosi aniq bo'lishi lozim. Agar yozuv o'chgan, ustidan tuzatilgan, muhr aniq emas, imzo yo'q bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, ish haqi ma'lumotlariga befarqlik. Pensiya miqdoriga ish haqi tarixi ham ta'sir qilishi mumkin. Odam rasmiy ishlagan, lekin eng yuqori oylik olgan davri hujjatda aks etmasa, uning pensiya hisobida zarar bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1992-2003 yillarda yaxshi olgan bo'lsangiz, lekin aynan shu davr ma'lumotlari yo'q bo'lsa, hisoblashda siz kutgan natija chiqmasligi mumkin. Shuning uchun ish haqi haqida
Ma'lumotnomalarni imkon qadar oldindan aniqlang. 3-tuzoq davlat o'zi biladi deb kutish. Ha, elektron tizimlar rivojlanmoqda. Lekin hech bir tizim sizning hayotingizdagi hamma narsani avtomatik mukammal ko'rsatib bera olmaydi. Ayniqsa eski davrlar, yopilgan korxonalar, arxivga topshirilmagan hujjatlar, familiya o'zgarishi, harbiy xizmat, bolaga qarash davri, chet eldagi mehnat kabi masalalarda fuqaroning o'zi faol bo'lishi kerak. 4-nozik jihat, imtiyozli pensiya va oddiy pensiya farqi. Ayrim kasblar og'ir zararli yoki alohida sharoitlarda bajarilgan bo'lishi mumkin. Bunday ishlarda ishlaganlar ayrim hollarda yosh bo'yicha oldinroq pensiyaga chiqish yoki boshqa shartlardan foydalanishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik bo'lmaydi. Siz men zararli joyda ishlaganman deb aytishingiz yetarli emas. Ish joyi ro'yxatga kirganmi? Lavozim nomi mos keladimi? Ish sharoiti tasdiqlanganmi? Tegishli buyruqlar va ma'lumotnomalar bormi? Bular tekshiriladi. Masalan, zavodda ishlagan 2 odamdan biri haqiqatan zararli sexda bo'lgan. Ikkinchisi esa ma'muriy binoda hisobchi bo'lgan. Ikkalasi bir korxonada ishlagani bilan imtiyoz bir xil bo'lmasligi mumkin. 5-jihat nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar. Ko'pchilik buni yoshga doir pensiya bilan aralashtirib yuboradi. Nogironlik holatida tibbiy mehnat ekspertizasi, nogironlik guruhi, mehnat qobiliyati, staj talablari kabi alohida masalalar bor. Boquvchisini yo'qotganlikda esa vafot etgan shaxsning staji, oila a'zolarining huquqi, bolalarning yoshi o'qishi qaramog'ida bo'lganlik holati muhim. Shuning uchun har bir turdagi pensiya va nafaqa alohida tartibda ko'riladi. 6-tuzoq. Minimal pensiya yoki qo'shimcha to'lovlarni tushunmaslik. Ayrim pensionerlar nega qo'shni mendan ko'proq oladi deb so'rashadi. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Staj farqi, ish haqi farqi, ustamalar, nogironlik holati, yolg'iz pensionerlik, imtiyozlar yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar. Kimdir urush yoki mehnat faxriysi maqomiga ega bo'lishi mumkin. Kimdir uzoq yillik xizmat bo'yicha boshqa tartibdan foydalangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyani solishtirganda faqat yoshga qarash noto'g'ri. 7-nozik masala pensiya qayta hisoblanishi. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etsa yoki yangi hujjat topilsa, ayrim hollarda pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, arxivdan avval topilmagan ish haqi ma'lumotnomasi chiqib qoldi yoki oldin hisobga olinmagan staj tasdiqlandi. Bunday holatda tegishli tartibda ariza berish kerak bo'ladi. Lekin odamlar ko'pincha bir marta pensiya tayinlandi, endi o'zgarmaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. 8-jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensiya mavzusi odamlar uchun og'riqli bo'lgani sababli ayrimlar men pensiyangizni oshirib beraman, arxivsiz qilib beraman, tanishim bor deb pul so'rashi mumkin. Men bunday va'dalarga ishonmaslikni qat'iy tavsiya qilaman. Har qanday ish rasmiy ariza, rasmiy hujjat, rasmiy javob orqali bo'lishi kerak. Pul berib muammo hal qilaman degan odam sizni yanada katta muammoga olib kirishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar pensiyaga chiqishingizga hali bir necha yil bo'lsa ham bugundan boshlang. Birinchi qadam, barcha shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, ishga kirish-chiqish buyruqlari nusxalari bo'lsa, hammasini bitta papaga jamlang. Hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana bir xil yozilganiga e'tibor bering. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni birma-bir o'qing. Qaysi yilda qayerga ishga kirgansiz? Qachon bo'shagansiz? Buyruq raqami bormi, muhr bormi? Lavozim nomi tushunarlimi, tashkilot nomi to'liqmi? Shularni tekshiring. Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, masalan ishga kirish bor, lekin chiqish yo'q yoki sana tushunarsiz bo'lsa, o'sha ish joyi yoki uning huquqiy vorisi bilan bog'laning. 3-qadam, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Oddiy daftar olib, yillar bo'yicha yozing. 1995 qaysi tashkilot, 1995-1992 qaysi tashkilot, 1992-1995 qayer. Keyin qayer. Har birining hozirgi holatini aniqlang. Tashkilot ishlayaptimi? Yopilganmi? Nomi o'zgarganmi? Arxivga topshirilganmi? Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, tegishli idoralarga murojaat qilish kerak bo'ladi. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini aniqlang. Pensiya hisobida qaysi davrlar muhim bo'lishi mumkinligini mutaxassis bilan maslahatlashgan holda aniqlash foydali. Ayniqsa yuqori oylik olgan yillaringiz bo'lsa, o'sha yillar bo'yicha
ma'lumotnoma topish muhim. Ish joyi mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyadan so'rang. Ish joyi yopilgan bo'lsa, arxivdan qidiring. 5-qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir ko'plab davlat xizmatlari elektron shaklga o'tgan. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali pensiya jamg'armasi bilan bog'liq xizmatlar. Soliq organlaridagi shaxsiy ma'lumotlar orqali rasmiy ish davrlari va to'lovlar haqida ma'lumot olish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Agar elektron ma'lumotda ish davri ko'rinmasa, darhol vahimaga tushmang. Lekin uni qog'oz hujjatlar bilan solishtiring va kerak bo'lsa tuzatish uchun murojaat qiling. 6-qadam. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga oldindan maslahat uchun boring. Men pensiya yoshiga yaqinlashyapman, hujjatlarimni oldindan tekshirtirmoqchiman deb murojaat qiling. Qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi davr bo'yicha savol chiqishi mumkinligini so'rang. Iloji bo'lsa, yozma ravishda ro'yxat oling. Og'zaki gapni unutish oson. Yozma ro'yxat esa sizga aniq harakat rejasini beradi. 7-qadam. Arxivga murojaat qilishni cho'zmang. Arxivdan javob olish bir kunda bo'lmasligi mumkin. Ba'zan bir necha hafta, ba'zan undan ham ko'proq vaqt ketadi. Arxivga murojaatda tashkilot nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, iloji bo'lsa, buyruq raqamlarini yozing. Men falon yillarda ishlaganman. Ish staji va ish haqi haqida ma'lumotnoma so'rayman deb aniq yozing. Noaniq ariza noaniq javobga olib keladi. 8-qadam. Agar hujjatlarda xatolik bo'lsa, uni rasmiy tuzating. Familiyada bitta harf xato bo'lsa ham uni e'tiborsiz qoldirmang. Tug'ilgan sana noto'g'ri bo'lsa, nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, dublikat oling. Fadaiya organlari orqali kerakli ma'lumotlarni tiklash mumkin. Hujjatlardagi moslik pensiya jarayonini ancha yengillashtiradi. 9-qadam. Agar siz hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan rasmiy mehnat shartnomasi, ish haqi va to'lovlar bo'yicha hamma narsa qonuniy yuritilayotganini tekshiring. Oyligimning bir qismi kartaga, bir qismi qo'lga degan holat bugun qulay ko'rinishi mumkin. Lekin ertaga pensiyada zarar bo'lishi mumkin. Rasmiy oylik qancha yuqori va to'lovlar qancha tartibli bo'lsa, kelajakdagi hisob-kitob shuncha aniq bo'ladi. 10-qadam. Har bir murojaatdan nusxa saqlang. Pensiya bo'limiga ariza berdingizmi, arxivga xat yubordingizmi, ish joyida ma'lumotnoma oldingizmi, hammasini nusxa qilib saqlang. Hujjatni telefoningizga suratga olib qo'ying, alohida papkada saqlang. Chunki ba'zan bir hujjatni qayta topish qiyin bo'ladi. Agar siz allaqachon pensioner bo'lsangiz, sizga ham maslahat bor. Pensiyangiz qanday hisoblanganini tushunishga harakat qiling. Agar ilgari hisobga olinmagan stajingiz yoki ish haqi ma'lumotingiz topilsa, qayta hisoblash imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Pensiya miqdori oshirilishi, indeksatsiya, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar bo'yicha rasmiy xabarlarni kuzatib boring. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar o'zlariga tegishli qo'shimcha yordam turlarini bilishi kerak. Yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Har bir holat individual. Men bugun umumiy qoidalar va eng ko'p uchraydigan muammolarni tushuntiryapman. Lekin sizning shaxsiy vaziyatingizda boshqa hujjat kerak bo'lishi, boshqa tartib qo'llanishi yoki alohida imtiyoz bo'lishi mumkin. Shuning uchun yakuniy qarorni faqat rasmiy organlar va amaldagi qonunchilik asosida aniqlash kerak. Demak, pensionerlar va pensiyaga tayyorlanayotganlar uchun asosiy xulosa shuki, yangicha pensiya tizimida eng katta kuch hujjatlarning aniqligi, elektron ma'lumotlarning to'g'riligi va oldindan tayyorgarlikda. Yoshga yetib, keyin yugurishdan ko'ra, hozirdan mehnat daftarchasi, arxiv ish haqi ma'lumotlari, familiya o'zgarishi va elektron bazani tekshirish ancha foydali. Kimda staj uzilgan, korxonasi yopilgan, hujjatida xato bor. Norasmiy ishlagan davrlari ko'p bo'lsa, ayniqsa ehtiyot bo'lsin. Kimning hujjatlari toza bo'lsa ham baribir bir marta tekshirib qo'ysin. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Yoshingiz, taxminiy stajingiz, qaysi hujjatda muammo borligini ayting. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida vaqtida olingan bitta to'g'ri maslahat kelajakda katta ovora bo'lishning oldini oladi.